reklamani jinnisini topib oldim. Xorazmda jasminasi bor ekan. Birinchi tepasini o'qimanda, keyin tagiga e'tibor beraman. Yo'lga kelganmiz, mana bu gay xodim hammani yoppasiga to'xtatyapti. Kelayotgan mana mashinani ikkalasini ham tushiydi hozir. Faqat yengil mashinalar tushyapti. Katta yuk avtomobillarga tegayotgani yo'q. Mana bu yerda YPX xodim budkasi bor ekan. Mana bu yerda hushyorlik maskani bor ekan. To'xtaganimizdan keyin so'radik. Nimaga to'xtatdingiz bizani? Desak, hujjatlarni tekshirganimiz desam, yo'q, to'xtab davom olinglar. Yo'l tekis, uzoq, bir xil toniqtiradi. Uxlab qolishinglar mumkin deb maslahat berishdi. Rahmat. Endi bu mana bu magazin bilan birgalikdami, alohidami endi vallohi alam bilmaymiz biz. Yaxshi gumonda bo'ramiz. Bizani o'ylab quvvatda deb o'ylaymiz. Lekin mana bu brat qilayotgan ishlar yaxshi emas. Yo'lning o'rtasida